Allah Teala insanlarga har xil a'zolarni, qo'lni, ko'zni, oyog'ini, shunga o'xshagan narsalarni berdi. Eng bosh tarafiga Alloh Teala insonga bosh qismini berdiki, mana shu boshi bilan o'y fikr yuritsin, qalbi bilan butun jasadini boshqarsin hamda o'zi kasb hunar qilsin degan odamzodni mahluqotlarning ichida Alloh Teala eng chiroyli qilib yaratgan. Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim. Dar haqiqat biz insonni eng go'zal suratda, eng go'zal shaklda yaratdik deb Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bayon qilyapti. Daraxtga chiqib ketadigan ham inson, tog'da yuradigan ham, tekislikda yuradigan ham, osmonda uchadigan, suvda suzadigan hamma imkoniyatlarni Alloh subhanahu va taolo insonga bergan. Va Alloh subhanahu va taolo insonlarning ichida payg'ambarlarni chiqardi. Mana bu payg'ambarlar kelib boshqa odamlarga Alloh taolaning xatini, risolasini, kitobini, sunnatini tushuntirib bayon qilishlik uchun. O'sha payg'ambarlar ellarga bordiq, odamlarga bordiq narsalarni tushuntirib, uqtirib, bayon qilib o'tdi. O'shalarning ichida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahih hadisda aytadilar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga berilgan nisbati eng sahih bo'lgan hadis, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganligida shubha yo'q bo'lgan hadis. Aytayaptilarki, adolamga jo'nda deb o'tamiz temani. Ma akala ibnu adam khayrun min amali yadihi va kana Davudu ya'kulu min amali yadihi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari. Insonning bolasi dunyoda o'zi qo'li bilan qilgan mehnat tufayli yegan taomdan ko'ra, kiygan kiyimdan ko'ra, mingan mashinadan ko'ra, qurgan uydan ko'ra deb ma'no berasiz. Inson bolasi o'zi qo'li bilan, jalpoq til bilan aytib turgan bo'lsangiz, peshana teri bilan birovlarni aldabmas, harom yo'llarman emas, yengil kasb hunarman emas, yolg'onchilik bilan emas, halol yo'l bilan, xoh u ko'p bo'lsin, xoh u oz bo'lsin. Bu hadisni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Ma akala ibnu adama khayrun min amali yadihi. Inson bolasi dunyoga kelib, o'zi mehnat qilib, peshona ter qilib yegan taomidan ko'ra halolroq taom bo'lmaydi deyapti. Ertalabdan kechga charchagandan keyin uyqusi ham yaxshi bo'ladi. Birovni haromini yegan odam kechasi uxlamaydi. Bizi xalqimizning qo'pol so'kishlari bor. Bizni xalqimizni ham qo'pol so'kishlari bor. Haromi deydi. Qo'pol aytsangiz. Alam ya'lam bi annalloha yara. Alloh taolo ko'rib turgani esida yo'qmi? Alloh taolo ko'rib turgani esida yo'qmi? Bu birovlarning mol mulkini yesa, birovni ustidan aldab qo'ysa, yerini olib qo'ysa, pulini olib qo'ysa, tinchligini va yana shunga o'xshagan narsalarni. Alam ya'lam bi annalloha yara. Alloh ko'rib turibdi-yu. Mayli bandasini bugun kuchi yetmayapti yoki ko'rmayapti. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilarki, odamning balasi, ya'ni inson degani, inson dunyoga kelib peshona ter qilib topgan pulidan mazzasi yo'q. Peshona teridan shirini yo'q. Peshona terdan haloli yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kunlarning birida Abu Zar, bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobasi, pullarni ko'pligi yaxshi, Abu Zar dedi. Ya Rasululloh dedi. Pullarni ko'pligi yaxshi dedi. Ikkinchi marotaba payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, Abu Zar, puling ko'p bo'lsa yaxshi-da dedi. Bizda o'shunday deymiz, turov. Domla pul ko'p bo'lsa yaxshi-da deymiz-da masalan. Yo mutavalli, aylboshchi, falonchi hammamiz. Albatta yaxshi, uyim, joyim, bolam, chaqam degan maqolga ko'ra. Abu Zar dedi.
Kim aytyapti bu so'zni? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytyaptilar. Al-ghina ghinal qalb val faqru faqrul qalb. Ey Abu Zar dedi. Seni mana o qalbing boy bo'lsa, seni haqiqiy boyliging mana shu bo'ladi. Seni qalbing kambag'al bo'lsa, seni kambag'alliging mana shu bo'ladi. Ba'zi bir odamlar bor ellerdi ichida. Aqchasi yetmaydi, 1 so'm, 5 so'm bo'lib qolsa, 5 so'm, 100 so'm bo'lib qolsa, 100 so'm, 1000 so'm bo'lib qolsa, keyinchi summa maza deydi ulamolarimiz. Keyinchi 100 so'mimiz 1000 so'm bo'libdi, 1000 so'mimiz 100 ming bo'libdi, 100 ming dollar bo'libdi. Keyinchi summa maza. Pulimiz ko'paygandan keyinchi agar halol yo'llarga, yaxshi yo'llarga, masjid, bino, madrasa, yo'l, kasalxona falonchi pistonchiga ishlatsak, orqamizdan borib turadi. Ellarga ko'rsatib qo'yishlik uchun, katta mashina uchun, katta uy uchun va yoki obro' e'tibor uchun pul to'plasak, bilaylikki hisobsiz qolmaydi bu narsa. Va albatta Alloh subhanahu va taolo bu bandasini hisob kitob qiladi. Agar halol yo'l bilan topayotgan bo'lsa, xohlagancha topsin va halol yo'lga ishlatsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar: "Ad-dunya zillun zalil." Sizlar yashab turgan bu dunyo bir soya. Optoq ertalab bu yerdan chiqsa quyosh, bu yerda daraxt bo'lsa bizga soya tushadi. Quyosh mana bu tarafga o'tib ketgandan keyin soya narigi tarafga tushadi. Bizni hozirgi yashayotgan vaqtimizda odamlarimizda pulga qul bo'lishlik degan narsa juda ham tarqab, kengayib ketdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar: "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisa." Dinorni qullari bor hayotda xor bo'lishdi deyapti. Dirhamni qullari bor hayotda xor bo'lishdi. Chiroyli matolarni qullari bor hayotda ular ham xor bo'lishdi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Birodarlar, bugünkisi aytilayotgan mavzuyimiz adal emgak. Ya'ni halol yo'l bilan farzandlarni boqishlik. Jihad deydi. Ba'ziga odamlar jiddu jahd degani, hatta harakat qilishlik degani. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, farzandlarini boqishlik uchun faqat bitta sharti bor. Uy bilosini boqish uchun adal emgak, halol mehnat qilgan mujohid dedi. Halol mehnat qilgan mujohid dedi. Ya'ni Allohning yo'lida jihad qilyapti. Meni bolam haromdan yemasin deyotgan bo'lsa agar o'sha bolasi haromdan yeyotgan bo'lsa, otasiga birinchi bo'lib, onasiga birinchi bo'lib va yana boshqalarga birinchi bo'lib farzandlikka yaramaydigan mana shu bola bo'ladi. Farzandni tarbiya qilayotgan vaqtimizda bola chaqalarimizga taom yedirayotgan, kiyim kiydirayotgan yoki bir narsalar olib beretsak, hurmatli otalar, pul qayerdan kelyapti? Bir qarab qo'yaylik. Eplab-seplab bir yerdan kelyaptimi? Yoki Alloh taoloning roziligi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga to'g'ri keladigan yerdan kelyaptimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini eng ko'p rivoyat qilgan Imom Buxoriy rahmatullohi alayh. Buni biz 2 juma burun oldin aytib berdik. Imom Buxoriy rahmatullohi alayh aytadi: "Men hayotda biror bir insonni g'iybat qilmadim" dedi. Biror marotaba dedi. Biror bir insonni biror marotaba g'iybat qilmadim dedi. Imom Buxoriyning otasi aytadi: "Men farzandimni tomog'idan bir luqmani harom o'tkazmaganman" dedi. Farzandimni tomog'idan bir luqma harom o'tib ketmadi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni hadisini eng ko'p rivoyat qilayotgan kishining otasi aytib beryapti.
Demak, qachon biz bolalarimizni haloldan yedirmaymiz ekan, bolalarimiz yolg'onchi bo'lib qoladi. Bolalarni halol yo'l bilan taom qilamiz, halol yo'l bilan kiyim qilamiz, shunda bizni farzandlarimiz biz kutgandan ko'ra tuzukroq inson bo'lib yetishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar: "Va zakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbar, yamuddu yadayhi ila as-sama' fayaqulu ya Rob, ya Rob." Bir insonni kiyimlari chang to'zon, o'zi musofir yeydigani ichadigani yo'q. Musofirning duosi ijobat, hokisor bo'lgan odamning duosi ijobat, qo'llarini osmonga ko'targan insonning duosi ijobat. 3 ta shart shu yerni o'zida topildi. Ey Robbim deyapti. Meni duolarimni ijobat qilgin deb, ya Rob desa ijobat. 4-sharti. Fa anna yustajabu lizalik. Mana bu odamning duosi qanday ijobat bo'lsin deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Qantib buni Allohga duo qilsa Alloh ijobat qilmaydi. Sebab mat'amuhu harom va mashrabuhu harom va g'uzziya bil harom fa anna yustajabu lizalik. Yegani harom, ichgani harom, kiygani harom. Alloh qanday ijobat qilsin deyapti. Haromdan yesa, haromdan ichsa, haromdan kiysa, qanday qilib Alloh subhanahu va taolo uni duosini ijobat qilsin deyapti. Biz juda ham ko'p duo qildik, bizni duolarimiz ijobat bo'lmadi. Shuning uchun birodarlar, mehnat qilayotgan paytimizda shu adal emgak degan mavzu bo'lganda halol mehnat degan mavzu bo'lganda biz aytamizki, Rossiyada yurgan, u Janubiy Koreyada, Qozog'istonda, qayerda bo'lsa ham farzandlarini halol yo'l bilan boqishlik uchun uzoq safarlarga chiqqan odamlar. Halol yo'l bilan, shartini esdan chiqarmaylik. Halol yo'l bilan. Ha u agrorodda dehqonchilik qilsin, ha u bozorda savdo qilsin, ha u chet elda halol mehnat qilishlik uchun safar qilayotgan bo'lsin. Mana shu halol mehnat bilan safar qilmoqchi bo'lgan odamlarga aytamizki, birinchi navbatda ibodatni esdan chiqarib qo'ymaylik. Birinchi navbatda ibodatni esdan chiqarib qo'ymaylik. Halol mehnat qilamiz ekan deb namozni chekiga surib, roza, zakot, hajni chekiga surib qo'yib, keyin mehnat qilayotgan bo'lsa, buni mehnatida baraka bo'lmaydi. Buni qilayotgan pulida baraka bo'lmaydi. Ba'zi bir odamlarni eshitasiz, pullari ko'p bo'ladigan ehsonni qilar ekan, zakot bermar ekan. Ehson kerak emas. Zakot shart. Zakot farz. Nafil ibodatlar qilishmasin, avval farzlarini nihoyasiga yetkazib, o'z o'rnida chiroyli qilib bajarib qo'ysin. Halol mehnat qilayotgan odamlar bilsinki, ular jihad qilyapti. Ayniqsa o'sha Rossiyada yurgan odamlar sovug'iga chidab, qiyinchiligiga chidab, ona xazayinni har xil aytayotgan so'zlariga chidab, yana bir ishlar bo'lib, keyin halol mehnat qilishayotgan bo'lsa, bular jihodda. Bolam tilamchi bo'lmasin deyapti. Oilam ko'chada yurmasin, meni ayolim u yerda bu yerda yurmasin. Men erkak kishiman, shularni men o'zimni zimmamga olganman degan maqsadda bo'lsa, bular Allohning yo'lida. Alloh subhanahu va taoloning yo'lida. Bu so'z payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning hadislari. Ammo shunday qiyinchiliklar bo'lib turib, lekin ibodatsiz ishlab olay endi 3-4 oy deydigan bo'lsa, na ibodatda, na dinda, na dunyosida barakasi bo'lmaydi. Bizi ustozimizning bir chiroyli so'zi bo'lar edi. Kasb, hunarda ayb bo'lmaydi, agar halol bo'lsa. Va erkak kishiga hammasi yarashaveradi agar halol bo'lsa. Kasb, hunarda u birovni oyog'idagi oyoq kiyimini kremlab qo'yadimi, ko'cha supuradimi, arava tortadimi, birovni uyida ish qiladimi? Kasb, hunar halol bo'lsa, unda ayb bo'lmaydi. Kiyimlari najosat bo'lmasin, lekin kiyimi pok bo'lsin. Farq shu yerda xolos. Kiyimlari najosat bo'lmasin, bavul tekkan falonchi pistonchi, lekin kiyimlari halol bo'lsin. Ammo juda chiroyli kiyinsa-yu,
kasb qilayotgan narsasi harom bo'lsa, u kiyim dunyoda xolos. U kiyimi dunyoda xolos. Erkak kishiga yarashib turadigan kiyim halol kasb bo'ladi. Erkak kishiga yarashib turadigan kiyim halol kasb bo'ladi. So'zga usta bo'lmaylik. Juda har xil yo'llarga o'tib ketmaylik. Lekin kasb halol qilaylik. Adol emgak qilaylik. Qanday qilib aldab pulini olib qo'yaman demaylik. Qanday qilsam meni qilayotgan mehnatim Allohga, Rasuliga yoqadi deylik. Xutbani boshida biz endi ikkinchi mavzuga vaqtimiz yetmaydi, yolqovchilik haqidagi mavzuga. Biz xutbani boshida aytdikki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ma akala ahadun ta'aman khayran qattu illa min amaliyatihi." Biror inson o'z qo'l mehnati tufayli, peshona teri tufayli yegan taomidan shirinroq, halolroq yo'q degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis aytibdilar. Endi men mana shu hadisni bizning jamoatga bir tushuntirishga harakat qilaman. Hadisda aytilyaptiki: "Va kana Davud ya'kulu min amaliyatihi." Hadisning davomi. Davud alayhissalom payg'ambar. Davud alayhissalom o'zi qilgan mehnat tufayli taom yeridi dedi. Nimaga Yusuf demadi? Nimaga Nuh demadi? Nimaga Musa demadi? Nimaga Ibrohim demadi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, Davud alayhissalom deyaptilar. Nima sababdan degan savolni qo'yadi. Ya'ni savol berishadi ulamolarimiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga savol qo'yganimiz haqqimiz yo'q. Shunda ulamolarimiz Alloh subhanahu va taoloni Qur'oni Karimdagi oyatlarini aytishadiki, Alloh taolo "Ya Davud, ey Davud" deb murojaat qilyapti Qur'oni Karimda. Oyatning davomida Davud alayhissalomni qanchalik boy bo'lganligi to'g'rili so'zlar bor. Boy bo'lgan ekan Davud alayhissalom. Juda ham boy bo'lgan ekan. Haligi bir kino qo'yapti ekan, men ko'rmadim televizordan. Abdulhamid 2-mi, O'rto'g'rilmi degan bir kino bor ekan. O'sha yerda o'sha Abdulhamid 2 degan 20 necha yil turgan Usmoniylardan kishi o'zining bir xonasi bor, kasb qiladigan. Xalifa Amirul Mu'minin o'zining xonasida bir nima qiladi? Najjar deb qo'yadi arabchasiga. Yog'och usta degan. Shu yog'och ustalik bilan shug'ullangan xalifa, podshoh. Ulamolarimiz aytadi, nima sababdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Musa demadi, falonchi pistonchi demadilar-da, aynan Davud dedilar. Butun yer yuzi Davudga salgam Davud alayhissalom qo'lida edi-yu. Desa Davud alayhissalom o'zlari podshohliklariga qaramasdan qo'li bilan mehnat qilib taom yeyishlikni xohlar ekan. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Davud alayhissalomda aytgan ekanlar. Bizda ba'zi bir o'rinda bittamiz borib Rossiyada ishlab kelamizmi, yo'q shu yerda aqchamiz ko'proq bo'lib qoladi. Samorni bitta ikkita xonasini band zanit qilib oladigan odamlar bor ekan. Bemalol. Ha, bo'ldi, bu yil ishlab qo'ydik, mana bu yog'i bizniki bo'lib qoldi endi deb. U program biladi. Biz mana soatda kelamiz, ish bit tushunman, nima ovqat qiladi, qancha qiladi, hammasini aytib o'tirmar ekan. Birodarlar, insonni ayniqsa erkak kishini albatta kasb hunari bo'lishlik kerak. Nima sababdan adol emgak degan temada davomida yolqovlik degan narsani keltirib qo'ydi desak, yolqovdan Xudo bezor. Bekarchidan Xudo bezor. Bizning maqolimiz. Yolqov odam na dinga na dunyoga foydasi bor. Yolqov odam o'ziga o'xshagan yolqovlarda 4ta 5tasini chaqirib olib shular bilan gaplashib o'tiradi. Bekarchi vaqtini o'tkazadi. Qachon telefon qilsangiz bo'sh bo'ladi. Yo din yo dunyoga foydasi tegish kerak. Yo din yo dunyoga foydasi tegish kerak. Ulamolarimiz aytadi, ufla deydi. Hech bo'lmaganda ufla deydi. Nimaga? Bu o'ziga foydasi tegmayapti-yu. Boshqa odamlar foydali vaqtini olib qo'yadi. Boshqalarga zarar bermaslik uchun uyga kirib uxlab olish kerak ekan shunday odamlar.
Yalqovchilik degan bir kasallik tarqadi. Yengil hayot degan kasallik tarqadi. Biz odamlarning ichida, ayniqsa o'sha 40 yosh pastida. Yengil hayot degan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam men cho'ponlik qilganman deyaptilar hadisda. Qo'y boq berar ekanlar. Sahobalar so'rashdi: "Ma min nabiyyin illa waqad ra'al ghanama." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislari. Bir payg'ambar yo'q, bordig'i qo'y boqqan deyapti. Tasavvur qiling. Bu sahih hadis. Hamma payg'ambarlar qo'y boqdi dedi. Sahobalar biri aytdi: "Ey Allohning elchisi, siz ham qo'y boqdingizmi?" dedi. "Ha, men payg'ambarlik kelishidan avval ala qorarid degan ozgina pullar degan. Ozgina pullarga Makka ahlini qo'ylarini boqib berardim. Men cho'ponlik qilardim" deyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Men cho'ponlik qilardim deb uyalmay bemalol aytayaptilar. Bekor o'tirishimga yo'q, bekarchilikka yo'q. Shu bekarchilikdan ko'p bo'lganidan bizda mana yo Qur'onni o'qimaymiz, yo din bilan yo dunyo bilan shug'ullanmaymiz. Masalan, e'tibor bersanglar, dunyo bilan ko'p mashg'ul bo'layotgan odamlarni ko'rsanglar, ya'ni ertalab ishi bor, so'ngra uyga qaytib keladigan odamlar dinni ham o'qishadi. Darslarga ham borishadi. Qur'on o'rganadi, sunnat o'rganadi, tajvid o'rganadi, fiqh, tafsir, hadis o'rganadi. So'zimiz nihoyasida birodarlar, insonlar kiyinsa ustilarida kiyimlar turaveradi ekan. İnsanlar bir mashinani minsa, unga benzin qo'yib qo'ysa, mashina ketaveradi. Va yana odamlar bir yerlarga kirsa, yana jicha yashab tursa tog'a bo'ladi, amaki bo'ladi, pochcha bo'ladi. Sabr qilib tursa, Xudoyim bersa, opatada bo'ladi, cho'ng'ata ham bo'lib qolishi mumkin. Narsa bo'lsa shunga bo'ladi, uni yo'q bo'lmaydi. 120 kirib, keyin 130, 150, 180 kirgan odam yo'q. Insonni ustidagi hammamda qarasangiz kiyimlari, mashinasi, uyi, joyi bo'lishi mumkin. Bir xil bo'lib turaveramiz birodarlar. Lekin insonning qadr qimmatini Alloh taolo belgilaydi. Mana shu kasb hunar masalasida ham bir xil bo'lib turaveramiz. Insonning qadr qimmatini Alloh taolo belgilaydi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Davud alayhissalom temirdan qalqon yasab bozorga olib chiqib sotardi dedi. Bozor ham o'ziniki. Nuh alayhissalom kema yasadi. Zakariya alayhissalom temirchilik bilan shug'ullanardi. İdris alayhissalom tikuvchi edi. Men qo'ylarni boqib bergan edim, bir cho'pon edim deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Biz boshqalarni ishga targ'ib qilaylik, amalga targ'ib qilaylik. Xuddi dinimizda aytganday, dinimiz farzandni bu erkak kishilar o'tiribdi, nikohda men qabul qildim deb olamiz. Ancha-muncha nikohlar o'qib turamiz, bir marta bo'ldi, unda ham kelin adashib ketdi. Bag'ishladingizmi dedi, kelin qabul qildim deyordi. Darrov amma halolar, "Hey, to'xta" dedi. "Yo'q, bag'ishlabman, esimda yo'q" dedi. Lekin o'sha kelin to'g'ri aytdim deyman ko'p o'rinlarda. Nikoh davomini men zo'rga o'qib oldim keyin. Kuyovlar ham achchiq chiqdi. Ikkalasi teng qabul qilib oldi-da. Neprinity zo'nga o'xshab qoldi. Shuning uchun nikoh o'qilayotganda qabul qildim dedigimi, oxirgacha qabul qilib olaylik. Nimani qabul qildim degani? Taomini, kiyimini, tinchligini, mahramligini. Bo'ldi, biz ayolimizda. So'zdayla qabul qildim. Hayotda sen meni qabul qil demaylikda biz. Endi men senikiman deb. Va sen menikisan deyish kerak ayolga qarab turib. Taomi ham meni bo'ynimda, kiyimi ham meni bo'ynimda. Tinchliging, xotirjamliging va seni himoya qilib o'tib ketsam shahidman. Ya'ni omonligingga men javob beraman, men erkak kishiman degan so'zni biz nikohda aytganmiz. Yoshlikdan bolalarimizni kasb hunarga qiziqtirib, halol mehnatga qiziqtirishlik eng yomoni. Bizda shariatimizda qaytarilgan narsalarni eng yomoni tilamchilik. Eng yomon narsa tilamchilik. Odamlarning ichida obro'ing baland bo'lishni xohlasang, odamlardan so'rama degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Nima qilasiz so'rab? Hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bugun beradi, ertaga bermaydi deyapti. Yoki xohlasa beradi, xohlamasa bermaydi. Nima qilasiz so'rab? Odamlarni bek eshigini ochib nima qilasiz? Allohni doim ochiq eshigidan kirmaysizmi deydi ulamolarimiz. Odamlarni bek eshigini ochib nima qilasiz? Allohni doim ochiq bo'lgan eshigidan kirmaysizmi deydi. Tilamchilikni qo'yish kerak. Sekin borib turib odamlar tilamchi bo'lib qoladi. Balki Allohdan tilanaverish kerak qancha bo'lsa. Qayerdan nimani berib qo'yganini o'zimiz tushunmay qolamiz.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yadul ulya xayrun minal yadus sufla, beruvchi qo'l oluvchi qo'ldan doimo afzal deyapti. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni ham beruvchi qo'llarda qilsin. Va oxiru davana alhamdulillahi robbil alamin.